Ushbu videoda ko'rib turganingiz odamga o'xshash robotlarning eng so'nggi avlodi. Buning ismi Figure 3 bo'lib, fantastika va haqiqat o'rtasidagi chegara butunlay yo'qolgandek taassurot qoldiradi. Figure 3 ning bo'yi taxminan 173 sm, og'irligi 61 kg. U inson kabi o'ylash va o'zini tutish uchun mo'ljallangan. Bu versiya uyda foydalanish uchun moslangan. Robot kiyimlarni yuvish, idishlarni yuvish, ichimliklarni uzatish va posilkalarni qabul qilishi mumkin. Hatto simsiz zaryadlanadi. Shundoqqina oyoq ostidan. Zaryadlash paytida u shunchaki o'z platformasida jim turadi. Bor yo'g'i 1 yildan so'ng dunyo bo'ylab odamlarning uylariga 12 mingta, 4 yildan so'ng esa 100 mingdan ortiq shunday robotlar kirib keladi. Robotga Helix sun'iy intellekti biriktirilgan. Har bir Figure 3 qo'llarida va yuzlarida sensor bilan jihozlangan. U har bir narsani bajarganda atrofdagi muhitni o'rganib boradi. Lekin faqat bitta robotning o'zi o'rganmaydi. Uning barcha ko'nikmalari sun'iy intellektning markaziy tizimiga yuboriladi. Buning natijasida ushbu robotlarning butun tarmog'i yanada aqlli bo'ladi. Bu ChatGPT ga o'xshaydi. Chatdan qancha ko'p odam foydalansa, ChatGPT aqlli bo'lib boraveradi. Bu yerda ham xuddi shunday. Dunyoda qancha ko'p robot ishlasa, ular birgalikda tez va aqlli bo'lib boraveradi. Oldimizda yangi texnologik siklning ilk qadami turibdi. Qo'rqinchlikmi, yo'qmi, biz allaqachon robotlar davriga qadam qo'ydik. Obuna bo'lishni unutmang.